Nega o'ziga ishonch bo'lmaydi? Asosan bu programma juda qattiqqo'llikda, ya'ni qisuvda katta bo'lgan farzandlarda bo'ladi yoki farzandlar o'rtasida, misol uchun katta farzand, kichik farzand, ota-onalar ko'pincha yo katta farzandga ko'proq e'tibor berib borishadi yoki kichik farzandlar tug'ilganda katta farzandlar qolib ketadi-da, o'z-o'zidan kichik farzandlarga e'tibor berib borishadi-da. Shu o'rinda shu e'tiborsiz qolib ketgan farzandda ishonch pasayib ketadi. Unda avvalambor o'sha kichik yoshidan boshlab, ya'ni 7-8 yoshidan 10 yoshgacha bo'lgan davrda mani yaxshi ko'rishmaydi, mani hech kim yoqtirmaydi, misol uchun-da, akamni yoki ukamni yaxshi ko'radi degan tushuncha paydo bo'ladi. Bundan keyin sekin-sekin bu narsa uni atrofdagilarga, jamiyatga qo'shilishiga ozgina xalaqit beradi. Ya'ni katta bo'lgani sari, ya'ni u yaxshi ko'rishmaydi degan programmasi katta bo'lgan sari o'ziga ishonchsizlik programmasiga almashib boradi. Mani so'zlarim kerak emas hozir hech kimga. Men hozir o'z fikrlarimni bildirmasligim kerak. Hozir noto'g'ri fikr bildirib qo'yaman. Undan ko'ra jim bo'lganim yaxshi, indamaganim yaxshi degan nazarda jamiyatda sekin-sekin gapirmaslikni boshlaydi. Ya'ni o'rtoqlarini oldida bu endi 12-13 yoshli davrda aytib beryapman sizlarga. 12-13 yoshli davrda shu holatlar yuzaga kelishni boshlaydi. Albatta o'zini do'stlarini yonida gapiradi, lekin ko'pchilikni ichiga kirganda jim bo'lib qolishni boshlaydi. Uyda eng yaxshisi bo'lishga harakat qilishni boshlaydi. Yaxshi bo'lib hamma narsani, ishlarini zo'rroq qilishga harakat qiladi, zo'rroq olib kelishga harakat qiladi. Chunki uni maqtashlarini, unga sevgi berishlarini xohlaydi. Lekin shuni ko'rsatib bera olmaydi, ya'ni olib kelganini ayta olmaydi-da. Olib kelgan ayta olmagandan keyin yana ota-onani nazaridan chetda qolib ketib qoladi. Qayerdadir chetda qolib ketadi, ya'ni ota-ona uni maqtashi mumkin, yaxshi ko'rishi mumkin, lekin u indamaganligi uchun ota-ona ham ba'zida e'tiborsiz qoldirib indamaydi. Qaysidir opa-ukasi yoki opasi yoki ukasi munchagina olib kelgan, munchagina qilgan narsasini ham qarang, mana man qildim, qarang mana nima aytdim, man bitga olib qo'ydim, misol uchun bitta taryalkani bu yerdan u yerga olib qo'ydim deb agar gap gapirsa, u gapirganligi uchun ota-ona uni gapirishni boshlaydi. Bu yana unga og'riq beradi, mana ham hozir shuni qilib qo'ygandim, lekin mani gapirishmadi, uni gapirishdi degan solishtiruv bilan yana battarroq ishonch pasayib ketaveradi. Yanayam ishonch pasayadi. Jamiyatda ham u jim yurganligi uchun hech kim uni ko'rmaslikni boshlaydi. Ya'ni hamma unga e'tibor bermaslikni boshlaydi. U yana e'tiborsizlikdan yana ishonchi pasayadi. Shunaqa qilib sekin 16 yosh, 17 yoshga boradi. Albatta bu yoshda podrastkoviy yosh bo'lganligi uchun u yoshda qanaqadir nimadirlar shakllanadi, u ochgisi keladi o'zini, nimadirlar bergisi keladi. U payt sal anaqa bo'ladi, aktivniroq bo'lib qoladi. Sal kirishib qoladi, xursand bo'lib qoladi. Keyin yana qarabsizki, sekin 24 yoshdan keyin yana o'sha hamma og'riqlar 14 yoshgacha olgan ishonchsizlik programmasi boshlanishni boshlaydi. Ya'ni 24 yoshdan keyin u avj olib, bu battarlashadi va bu ishonchsizligi oqibatida o'zini olamini yaratadi-da, o'zini olami bilan o'zini o'sha olamida baxtli bo'lib yashayveradi. O'ylaydiki, man atrofga kerak emasman, atrofga man shart emas man chiqishim yoki misol uchun o'zini yaxshi ko'rgan narsalariga ega bo'lish
u menga shart emas, man noloyiqman, menga berilmasligi kerak bunaqa narsalar, degan o'y-xayollar bilan, ya'ni hayotiga o'zi istagan, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni ham kirgiza olmaydi inson. Yoshlikdagi og'riqlar, bloklar, yoshligimizdagi biz ota-onamiz bizga bergan tarbiyalari asosida biz hayotimizni 24 yoshdan keyin davom ettirishni boshlaymiz. Ya'ni o'sha programmalar asosida, u programmalar asosiy bizni ong ostimizdagi programmalar hisoblanadi va ong ostimizdagi har bitta o'y-xayollarimiz orqali hayotimizni tashkil qilishni boshlaymiz. Va shu programmalarni keyin kelgusida bolalarimizga ham beramiz. Ya'ni o'zimiz shu programmalar asosida yashab va yana shuni farzandlarimizga ham beramiz va buni oqibatida farzandlarimiz ham kelgusida shu programmalar asosida yashashni boshlaydi. Endi shu programmalarni qanday qilib aniqlash, bu programmalarga kirmasdan farzand tarbiyalash va nima uchun ota-onamiz bizga shunaqa tarbiya bergan, hammasini, ya'ni shunaqa savollar ko'p bo'lganligi uchun biz o'sha 4 ta darsdan iborat bo'lgan, judayam arzon bo'lgan kurs tayyorladik. Farzandim bilan asl munosabat degan. Shunda ishtirok etishingiz mumkin.